Ichki yog' bo'lsang nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda ichki yog' degan so'z ozgina xunukroq eshitiladi. Voy, baxtli bo'lsin. Ichki o'qiganimiz yaxshi ish bo'ldi-da. Lekin zo'r tomoni boshqalar uylanish, uy-joy qilish va mashina olishga yillab zo'rg'a yetishsa, sen shunchaki uylanib hammasiga bir kunda erishasan. Qolganlar qaynona-qaynatasini oyda bir ko'rsa, sen kuniga kamida 10 marta ko'rasan. Chiqdingizmi kuyov? O'zingiz uyingizda o'tirgandek o'tirar ekansiz, ha? Uzr Farhod aka. Ha? Dadajon demoqchi edim. Nafaqat ko'rasan, bir umr birga yashaysan. Voy kuyov, toza uyquchi ekansiz-da. Sizni ko'rib qornilarimiz ochib ketdi. Keling, o'tiring, men etga tez-tez choy ichamiz. Xo'p. Plyus tomonlardan biri esa xotiningni uyga borib kelay degan gaplarni hech qachon eshitmaysan. Biroz g'alatroq bo'lsa ham, bu gaplarni o'zing aytasan. Anu, men uyga borib kelay, oyim sog'inibdilar. Voy kuyov, bir hafta oldin borgandingiz-ku, yana borasizmi? Ha, mayli, borib kelaversin. Mayli, faqat tezroq borib keling. Xotining bilan o'ylab muomala qilishga majbursan. O, menga qara. Dazmol qatta demoqchi edim. O, uyimdaman deb ko'p o'zingdan ketmagin, tushundingmi? Men sen dodingni berib qo'yaman va shu o'zingdan ketma. Erkak kishini baqirib urishgan ovoz eshitilyaptimi? Sizmi siz kuyov? Yo'q, ashulay ketdim. Hali rosa beraman dodingni. Mazza qilib urisha olmaysan. Mabodo urishib qolsang ham, Ey, yoqmasang shu katta ko'chaxonmi? Bor yo'qol ketaver. degan gaplarni aytging kelsa ham ayta olmaysan. Eng yomoni o'rtoqlaringning oldida xijolat bo'lib, shu tema ochilmasa edi deb turasan. O'rtoq menga qara, turmushga chiqqaniga, uylanganiga qancha bo'ldi? Ketdim. Jonga tegdi. Ichki yo'q bo'lishdan charchadim. Sardor aka, to'xting. Ha, kuyovni haqqimi? Qayting bu fikringizdan. Jon kuyov, ketmang kuyov, bizga siqilish mumkin emas. Kecha doktorga borgandik, doktorlar sanoqli umrlar qoldi dedi. Dadasi aytdi, kuyovimiz ketib qolmasin. Sanoqli umr? Babam, men sizlarga prank qildim. Ishondinglarmi? Hazilni ham tushunmaysizlar. Ketdi ichkariga.